Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz gepatit B, C, D, E turlari haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida har qanday B, C, D, E turdagi gepatitlarga shifosi bor. Qondagi virus chiqib ketadi. Gepatitdan butunlay bemor qutuladi, sog'lom bo'ladi, forig' bo'ladi. Allohning qudrati ila. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlarini mo'jizaviy deb hisoblaymiz. Shu mo'jizalarni ko'rsatgani uchun mo'jizaviy deb hisoblaymiz. Ko'p bemorlar murojaat qiladi bizda. Manda gepatit B bor, gepatit C bor bitta, yoki bo'lmasa gepatit B ham, D ham, E ham bor, 3 ta turi bor. Gepatit B, D bor degan, gepatit C ni o'zi bor degan bemorlarimiz ko'plab uchrab turibdi. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida gepatitni 4 turi ham sog'lom bo'lib turibdi. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh qolaversa sababchimiz. Gepatit C bo'lsa 7 kurs lechena, bitta gepatit C bo'ladigan bo'lsa 7 kurs lechena oladi. Agar B bilan D C bo'ladigan bo'lsa, ikkitasi bo'ladigan bo'lsa 11 kurs bo'ladi. Va B, D, E turi bor, uchalasi bor degani 21 kurs lechena qiladi. Allohning qudrati ila qondagi virus chiqib ketib, gepatit butunlay yo'q bo'ladi. Allohning qudrati ila bemor sog'lom bo'ladi. Tavsiyamiz giyohlarimizni, siroplarimizdan foydalanib, gepatitdan butunlay forig' bo'lishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bo'lsanglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar. Yuqorida efirlarimda aytib o'tganimdek, bitta laykingiz bilan muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bunaqa savobga pul dunyo bilan erishib bo'lmaydi. Layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolamiz.